Sizga hozir gvazdika, qalampir munchoq, shag'am va kofe kukunidan ajoyib narsa o'rgataman. Hozir gripp ko'paygan paytda xonangizni, demak, hidini xushbo'ylashtirish maqsadida va hasharotlarni yo'qotish, o'pkani tozalashga eng zo'r lifehack o'rgataman hozir. Birinchi tavaga shag'amni eritib olamiz. Demak, buni iplarini chetga olib qo'yamiz. Shishali idishga eritilgan shag'amni solamiz. Shag'am solingandan keyin shag'amni ichiga gvazdika, qalampir munchoq solish esingizdan chiqmasin. Tabga ko'ra xohlasangiz 30 ta, 35 ta, demak 100 gram idishga solishingiz mumkin. Ikkinchisi 4 choy qoshiq kofe kukuni solasiz. Bularni yaxshilab aralashtirasiz. Shag'amni ipchalarini cho'pga bog'lab, o'rtaga mana shu talqinda qo'yasiz va tez qotadi. 5 minut, 10 minutdan keyin cho'pni olib tashlab, buni kesib, ortiqcha ipni kesib tashlashingiz mumkin va uyingizga shu shag'amni yoqib qo'yasiz.